Hop, assalomu alaykum. Azizlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Hop, hozir mani Chevrolet Lacetti mashinamda signal ishlamay qoldi, o'z-o'zidan ishlamay qoldi. Buni hamma joyini ko'rib chiqdim, prichinasini izlab topdim, qayerdanligini. Agar sizlarda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib o'taman. Chevrolet Lacetti'ni mana bu yoqda mana предохранительlari bo'ladi. Bu предохранительlar hop salondagi освещение, podushka shunga o'xshash. Mana прикуриватель 1, прикуриватель 2 shularni предохранитель hisoblanadi. Mana bu yoqda ham Lacetti'da прикуриватель bo'ladi. Gentra'da bu yoqda flishga ketadi. Lacetti'da ikkita прикуриватель bo'ladi. Hop bu yoqda emas, buni signalni, звуковой signalni предохранители. Men buni предохранительni qayerdaligini hop topdim. Buni звуковой предохранители mana kapot tagida bo'ladi. Mana bu yoqda 3 ta bo'lsa, bu yoqda mana qator. Mana shundan mana 4-inchisi, mana shu 4-inchisi звуковой signalni предохранители. Buni ko'rdim. Bu предохранитель kuymagan, hech narsa qilmagan. Qaytib joyiga qo'ydim. Relisini ko'rdim. Звуковой signalni relisi mana bu bo'ladi. Mana shu yoqda joylashgan bo'ladi. Buni ham ko'rdim. Religa ham hech narsa qilmagan. Demak, предохранитель reli hech narsa qilmagan, lekin signal ishlamayapti. Almashtirib ko'rdim ham ishlamadi. Обрисовкасini yechdim. Обрисовкасini yechib, mana oldikdagi обрисовкасini yechib signal hop mana bu yoqda joylashgan bo'ladi. Mana signal ko'rdim, stikerlari yaxshi. Mana ko'rinib turgan bo'lsanglar, mana bu yoqda, mana ko'rinib turibdi. Mana shu yoqda mana stikerni mana shu yoqdan stiker mana buni bossa stiker chiqadi. Mana bu yoqdan bitta kabel uzilgan ekan. Bu kabelni ulashning imkoni bo'lmadi, uzilgan. Ulolmaganim uchun mana buni juda qiyin masala ulash. Ulolmaganim uchun qirqib tashladim. Ikki tomonni ham qirqib tashlab primoy qilib ulab qo'ydim. Mana signal ishlayapti. Hozir yana ko'rsatib o'taman. Hop. Mana shu signalga kelgan stikerni ulab qo'ysangizlar, bo'ldi, signal ishlaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yamiz. Yana foydali shunga o'xshash videoroliklarni, kontentlarni chiqarib turishga harakat qilaman. Sog' bo'lingizlar, charchamaysizlar.